Assalomu alaykum Chimgan kuzatuvchilari. Mana bugun Elda Touristor, ya'ni Elda modelimizni oxirgi Touristor 46 kuchli sotilyapti. Akamiz, assalomu alaykum. Ma'murjon akamiz Yallamadan, ya'ni Toshkent viloyati Chinozdan tashrif buyurdilar shu traktor xarid qilgani. Aka, endi sizga savol, bu traktorni kim sizga tavsiya qildi? Bu traktorni shu internetdan ko'rib keldik. Yaxshi ekan texnika. Bunaqa ishlatishyapti. Ishlashlari ham, old-orqa tortishlari ham, narxlari ham kelishilgan narxda kelishtirib berishdi. Rahmat. Aka, kelinglar, olinglar. Yaxshi traktor ekan. Akalar, mana ko'rdinglar o'zlari xolis fikrlarini. Bu traktorni akamiz, ya'ni 2 yildan beri kuzatib borar ekanlar. Mana xudo xolasa otaxonga, ya'ni adalariga sovg'a qilish maqsadida shu traktorni xarid qildilar. Traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunlarda xizmat qilsin aka. Yo, bizdan bu kamgina bo'lsa ham arzimagan sovg'a aka. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati.